Keyingi распродажа deya обзорlarimizni Patek Philippe'li. Bular 3 ta lyuks kopiya, mexanический avtopodzavod. Ichida hamma indikatorlar ishlaydi. Lunniy faza, hafta, kun, oy, sana. Seiko'ni analogичный mexanizmi, 40 soat zapas xodi bor. 1 million 200 mana shunaqa chiroyli podarочный korobkada bo'ladi. Bunaqa to'rtburchak bochkaобразный model bor. Kvartsoviy yaponskiy mexanizmda ishlaydi. Datasi bor. Juda ham chiroyli. Yon tomoni gravirovka, nержавейкаdan 1 million 200 bu ham korobka dokument bilan. Patek Philippe Aquanaut 3 ta lyuks kopiya. Matoviy qora korpusda, kauchuk remeshok, gradientli темно-серый циферблат 40 mm 1 million 200. Nautilus modeli bitta shu qoldi hozir. Arabcha sonli 3 ta lyuks kopiya, nержавейка, bu ham 1 million 200. И Grand Complication позолоченный varianti qoldi. Korobka dokument, полный komplektatsiya, 1 yil kafolati bilan. Ichida hamma funksiyasi ishlaydi. Oy, yil, sana. 1 million 200 ming so'm. Ulgurib qolinglar, o'zi tegi kam qoldi bu soatlarni. Chiroyli narxlarda qilib beramiz. Bunaqa narx hech kimda yo'q.